Assalomu alaykum yana barchaga. Bugun sizlar bilan yana oliy matematika misollarni ishlashda davom etamiz. Bugun sizlar bilan yana oliy matematikada bitta ajoyib misol ishlanishini qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Bugungi masalamiz mana bunaqa bizga akslantirish berilgan. Bu frekanalus fanidan o'tiladi asosan. Qarang, mana bu bizga S4 ni S4 ga akslantiruvchi T, mana bu operator hisoblanadi. T operatorimiz berilgan. Shu T operatorimizga mana bu yulduzcha qo'shma operatorni topishlik so'ralyapti. Tushunarlimi? Qo'shma operatorni topishimizni so'rayapti. Mana bizda shu T operatorimiz mana bu S4 dagi 4 ta elementni mana bu S4 dagi yana mana shunaqa elementga qanaqa qilib akslantirishi, T operatorining ko'rinishi bizga berilgan. Tushunarlimi? Endi biz o'shani qo'shma operatorni T operatorimizga qo'shma operatorimizni topishimiz kerak ekan. Qo'shma operatorlarning ajoyib bir xossasi bor. Ya'ni qo'shma operatorni topishimiz uchun mana bu yerda bizda skalar ko'paytmamiz teng bo'lishi kerak bo'ladi. Skalar ko'paytma qanaqa aniqlanadi desa, qarang, bizda o'sha operatorlarni topishimiz uchun, ya'ni qo'shma operatorlarni topishimiz uchun eng asosiy narsa bu skalar ko'paytmaning o'sha fazada, ya'ni sohamiz S4 da misol uchun qanaqa aniqlanishligi bizga juda muhim rol o'ynaydi. Erda yoki R2da xuddi shunaqa har bir sohada o'zini aniqlanishi bor, ya'ni skalar ko'paytma. Hozir bu yerda skalar ko'paytmamiz quyidagi ko'rinishda aniqlanadi. Kelaylik, mana bu T x operatorimiz y ga skalar ko'paytmasi, buni yoza olamiz. X ni T yulduzcha y qo'shma operatoriga ko'paytirganimiz, qarang, T x ni y ga ko'paytirganimiz teng bo'lar ekan. Mana bu skalar ko'paytmamizni bildiradi. Mana bu x ni T qo'shma operatorining y qiymatiga ko'paytirganimiz nima ekan? Bir-biriga teng bo'ladi. Skalar ko'paytma. Qarasak, bu yerda S4 bu fazada ham, ya'ni akslantirayotgan fazamiz S4 ni S4 ga akslantiruvchi bizda operator ekan, T'miz. Endi o'sha S4 fazamizda o'zi skalar ko'paytma qanday aniqlangan desa, mana bu Tx ni y ga ko'paytmasi mana bunaqa summa bo'ladi-da. Misol uchun y teng bo'lgan cheksizlikgacha Tx ana indeksiga mana bu yerga y qo'yib qo'ysam ko'paygan, mana x ga indeksida ko'paygan y mana bu mana bunaqa bo'ladi. Tushunarlimi? Mana bu esa y ning qo'shmasi hisoblanadi. Tushunasizmi? Misol uchun qo'shma tushunchasi kompleks sonlarda asosan juda ko'p kerak bo'ladi. Misol uchun kompleks sonni qo'shmasi deganda o'sha mavhum sonimizning oldidagi ishorasi qarama-qarshi bo'lgan son. Bu yerda ham, ya'ni haqiqiy sonlardagi biz ishlatiladigan sonlarimizning qo'shmasi o'ziga teng. Chunki haqiqiy sonlarimizda mavhum qismi yo'q. O'shaning uchun haqiqiy sonning qo'shmasi o'ziga teng. Mavhum sonning qo'shmasi esa o'shaning qarama-qarshi ishorasiga teng bo'ladi. Agar plyus bo'lsa, uning qo'shmasi minus bo'ladi o'sha mavhum sonimiz oldi. Agar minus bo'lgan bo'lsa, qo'shmani, ya'ni qo'shmasini topsak, plyus ishora bilan chiqadi mavhum sonni oldi. Endi demak, qarang, bizda mana shu S4 fazamizda bizda mana bu skalar ko'paytmamiz Tx operatorining y ga skalar ko'paytmasi mana bu ko'rinishda aniqlanar ekan. Tushunarlimi? Endi mana shu ko'rinishda aniqlansa, biz endi nima qilamiz? Mana bu uchun ham yozib olamiz. X ni T yulduzcha y ga ko'paytmasi bu teng y teng birdan cheksizlikgacha desak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'shani n qilib qo'yaylik, to'g'rimi? n qilib qo'yaylik. Xo'pmi? Hop. Endi yozayotgan bo'lsak, bizda qaraymiz. Mana bu Tx'imiz mana Tx to'g'rimi? O'sha Tx operatorining o'rnida bizda nima kerak? X bo'ladi. Ya'ni x ni o'zini ko'paytiramiz, ko'paygan. Y o'rnida mana bu kerak. Demak, mana bu T yulduzcha y ni qo'shmasi. Tushunarlimi?
Mana bizni bu o'sha ko'rinishlari hozir beriladi. Mana bunaqa o'xshagan ko'rinishlarni biz mana shu o'rniga qo'yish orqali mana bu funksiyasini tuzib olamiz. Endi keling, mana uchun mana buni mana bunga yozaylik. Hozir bizda n'imiz bu yerda 4 bo'lyapti. Qarang, 4 ta o'zgaruvchi bo'lgani uchun ham 4. Bu yerda ham 4. Bu tomonda ham 4 ta o'zgaruvchi, bu tomonda ham 4 ta o'zgaruvchi. Qarang, o'zi S4 bo'lyapti-ku. Endi mana buni yozamiz. T, X, Y operatorimiz uchun skalar ko'paytmani yozsak, qarang, T X'imizning birinchi koordinatasiga Y ga 1 qo'ysak, 1 bo'ladi. Tushunyapsizmi? 1 Demak, bizning mana bu operatorimizning birinchi koordinatasi mana bu. Demak, 2x 2 minus x4 mana qavs qilib qo'yaman. Ko'paygan y1 qo'shma. Tushunarlimi? Qo'shmani olamiz. Endi plus mana bu bizda avval summalarni bildiradi, to'g'rimi? Endi ketdik. Y ga 2 qo'ysam, bizda ikkimiz mana buda, mana qarang, nuqta virgul u bitta koordinatasi hisoblanadi. Mana bu ikkinchi koordinatasi hisoblanadi. X yo'q, x emas. Y plus 1 x2 minus x3 ko'paygan y2 y qo'shmasi. Tushunarlimi? Ana o'shani men ikkinchi ko'paytuvchini, ya'ni yig'indini hosil qilib oldim. Mana bu summani endi mana bunga qarab ochib chiqaman. Mana berilganlarga qarab mana o'rniga qo'yib, mana bu summani o'sha yoyilgan holatida ochib chiqaman. Keyingisi plus hop qarang, bizda 3-koordinatamiz mana bunga teng ekan. Qavs ichida x1 minus 2 x2 plus x3 ko'paygan y3 ning qo'shmasi. Tushunarlimi? Plus oxirgi koordinatamiz bu x4 ning o'zi ekan, x4 ko'paygan y4 qo'shma. Mana men hozircha chap tomonning skalar ko'rinishini yozib oldim. Mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Mana S4 fazoni. Endi keling, mana bu uchun ham yozib olaman. Endi bizda mana bu T operatorimizning qo'shmasining umumiy ko'rinishini yozib qo'yaman. Demak, bu ham S4 da o'zgarganligi uchun uni ham koordinatasi 4 ta koordinatani tashkil topganda, tushunasizmi? Mana T qo'shma operator belgilamiz. Bu teng bo'ladi. Buning ham koordinatalari y1 y2 y3 y4 mana bir x ile operatorimiz qo'shmasi y bo'ladi. Mana buni qilib qo'yamiz. To'xtang, bo'ladi. Y kerakimiz, mana buni qilib qo'yaylik. Chunki men hozir mana bu operator mana bu yozaman. Misol uchun fx desak, x o'zgaruvchiga bog'liqku, t operatori mana bu 4 ta o'zgaruvchiga bog'liq. 4 ta koordinata desak ham bo'ladi. Endi buning umumiy ko'rinishini qarang. y1 yulduzcha deyman. Yulduzcha, keyingi koordinatasini y2 yulduzcha, keyingi koordinatasini y3 yulduzcha, keyingi koordinatasini y4 yulduzcha. Qarang, mana burada x1, x2, x3, x4 bo'lib turibdi, to'g'rimi? O'shani biz mana qarang, bu yoqdagi o'ng tomondagi koordinatalar o'shalar kombinatsiyasi orqali hosil qilib olganmiz. Mana bu y1 yulduzcha, y2 yulduzchalarda biz mana bular orqali kombinatsiyasini topsak, biz o'sha funksiyaning qo'shgan funksiya deb o'zi operatorning qo'shmasini topgan bo'lamiz. Tushunarlimi? Operatorning qo'shmasi o'sha bo'ladi. Endi buning uchun nima qilamiz desa, bizda skalar ko'paytma. Bu uchun ham skalar ko'paytmani yozib olamiz. Keling, endi skalar ko'paytmani yozaylik. Mana bu teng tomon, ya'ni ikkinchi tomon, o'ng tomonimizning skalar ko'paytmasini ko'rinishini, mana bu holatdagi ko'rinishini yozib olamiz. Endi qaraymiz. Bu uchun x'imiz mana bu yerda turadi. Nima qilaman? X t qo'shma y bu teng bo'lar ekan. x1 y1 yulduzcha
plus mana buning qo'shmasi x2 ko'paygan y2 yulduzcha buning qo'shmasi plus x3 y3 yulduzcha qo'shmasi plus x4 ko'paytma y4 yulduzchaning qo'shmasi bo'lar ekan. Qarasak, bizda mana bu t operatorimizning koordinatalari bu holatda ekan. Tushunarlimi? Xo'sh, endi bizning x-imizning koordinatalari ham 4 ta koordinatadan tashkil topgan. Ularning skalar ko'paytmasini va mana bu ko'rinishda, ya'ni skalar ko'paytmasini mana shu ko'rinishda aniqladi S4. Mana bunda ham S4. Demak, bu x o'zining koordinatalarini qo'ydim va y mana bu t operator qo'shmasining koordinatalarini qo'yib, qo'shmasini ko'paytirib qo'ydim. Tushunarlimi? Bundagi skalar ko'paytma bunga teng ekan. Endi nima qilamiz desak, endi qarasak, mana bu skalar ko'paytma bilan bu skalar ko'paytma teng. Tushunarlimi? Ikkalasini tenglaymiz. Bizda tenglamalar, ya'ni ayniyatni qanoatlantirish uchun har bir noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar teng bo'lishi kerak. Endi qarasak, bizda ikkala tomonda ham bizga bir xil qatnashayotgan narsalarimiz mana bu x1, x2, x3, x4 ikkala tenglamaning ikki tomonida borda mana shu o'zgarishlar. Tushunyapsizmi? O'shalarni oldidagi koeffitsiyentlarni bir-biriga tenglasak, biz o'shanda mana bu skalar ko'paytma orqali hosil qilgan tenglamamizdan ayniyatni hosil qila olamiz. Tushunarlimi? Buning uchun nima qilamiz desak, qaraymiz. Uning uchun mana bu birinchi mana bu skalar ko'paytmamizni hosil qildik-ku, o'shandagi x1 ni birinchi yozib olamiz. Tushunarlimi? O'shandagi x1 ning oldidagi koeffitsient mana bu tenglik o'ng tomonda hosil bo'lgan skalar ko'paytmadan hosil bo'lgan x1 ning oldidagi mana bu y1 shifti, ya'ni y1 qo'shmasi bilan tenglasak, o'shanda biz ayniyat qilamiz. Xuddi shunaqa x2 ni ham o'ng tomon chap, mana bu chap tomonimizdan x2 ni ham barcha koordinatasini topib, bu y2 yulduzchaning qo'shmasi bilan tenglaymiz. Xuddi shunaqa ketma-ket bajaramiz. Endi qarang, menda joy kamligi sababli shunchaki x1 lar mana qarasangiz bu yerda juda ko'p qatnashgan. O'shalarning koeffitsiyentini birdan yonidagi koeffitsiyentini yozaman-da, mana bu koeffitsiyentga tenglayman. Shunchaki og'zaki tushuntirib ketdim. Chunki menda joy kamligi sababli o'sha narsani og'zaki aytib o'tdim. Qarang, endi qo'shmasini topayotganmiz, o'sha narsani bajarar ekanmiz. Demak, bizda mana qarang, x1 koordinatalar qidiramiz. x1 koordinatalarimiz mana bu yerda bor ekan. x1 koordinatamiz oldida mana bu bor ekan. Qavs ochib chiqsak, buni oldida mana bu y3 ning qo'shmasi hosil bo'ladi. Bitta mana shu bor ekan. Endi boshqa qaraymiz, x1 yo'q. x1 bitta ekan va uning oldidagi koeffitsient mana qavs olsak, y3 ning qo'shmasi bo'lib qolgan. Bu nimaga teng? Mana bu o'ng tomondagi x1 ning oldidagi koeffitsient bilan teng bo'lishi kerak. Bu yerdagi chap tomonda mana bu skalar ko'paytma hosil qilgan x1 miz bilan o'ng tomonda hosil qilingan x1 skalar ko'paytmaning oldidagi koeffitsiyentlar teng bo'lishi kerak. O'shanda biz ayniyat yozamiz. O'shaning uchun bu yerdagi hosil bo'lganimiz y1 yulduzcha qo'shma. Mana birinchi ayniyatda mana bu tenglikni hosil qildik. Ikkita y1 yulduzcha bilan mana bu yoqdagi 4 ta koordinatadan biri bo'lgan kombinatsiya y3 ni orasidagi tenglikni topib oldik. Faqat bu yerda hozir qo'shma bo'lib turibdi. Uni ham tushuntiraman. Endi qarang, endi x2 ga o'taman. Mana bu yerda x2 bor ekan, oldidagi koeffitsient qavs qo'shsa nima bo'ladi? Ikkita y1 qo'shma bitta mana bitta x2 ketdi. Va mana bu yerda ham bor ekan, qarangiz. Mana bu yerda ham bor ekan. Endi buni nima qilamiz? Plus o'rta plus to'g'rimi? Mana bu son bor va y2 ning qo'shmasi bor. Demak, y plus 2 y2 qo'shma. Tushunarlimi? Va yana qaraymiz, pastga tushamiz. Xo'p, mana kelsak, mana bu yerda ham bizda x2 bor ekan. Bu yerda ishora manfiy, bu koeffitsient va bu nima ekan? Minus 2 ta y3 qo'shma. Mana bu koeffitsiyentlarimiz, mana bularni yig'ib chiqsam, bu mana shu hammasi x2 ning oldida yig'ilib qoladi. x2 ni umumiy tashqariga chiqarsam, x2 ning oldida mana shu hosil bo'lib qoladi chap tomonda. Va o'ng tomonda x2 ning oldida mana bu turibdi. y2 yulduzchaning qo'shmasi turibdi. Demak, o'shanga tenglashi kerak. y2 yulduzchaning qo'shmasi. Mana ikkinchi
mana bularni hosil qildi. Ya'ni ikkinchi tenglikdan qarang, y yulduzchani y1, y2, y3 orqali ifodalangan holatini topib oldi. Xuddi shunaqa endi x3 ning oldidagi koeffitsiyentlar, ya'ni y-larni tenglaymiz. Ket, mana bu yoqdan qaraymiz, x3 ni qaraymiz. x3imiz bitta bor ekan. Demak, minus y2 qo'shmasi va pastga tushaman yana bormikan qarang. O, mana bor ekan. Bu yerda i yo'q, faqat o'zi ekan. Plus y3 ning qo'shmasi. To'g'rimi? Bu teng ekan. y3 yulduzchaning qo'shmasiga teng ekan. Mana bu uchinchi, mana bu ayniyatni, ya'ni tenglikni hosil qildi. Va bizda oxirgi tengligimiz hosil qilib olishimiz qoldi. y4 lar qoldi. Mana y4 yulduzchani y1, y2, y4 orqali ifodalangan tenglamasini topib olishimiz kerak. Kombinatsiyasi. Endi qarasak, x4larimiz mana bu yerda bor ekan, faqat minus ekan. y1 qo'shma, mana y1 qo'shma. Endi x4imiz mana bu yerda yo'q, to'g'rimi? Pastga tushamiz va bu yerga qarasak, bittagina x4imiz bittagina plus y4 qo'shma. Bu esa y4 yulduzchaning qo'shmasiga teng ekan. Mana buni sistema qilib qo'ysak ham bo'ladi. Endi qaraymiz. Bizda endi mana bu y yulduzcha, y1 yulduzcha, y2 yulduzcha, y3 yulduzcha, y4 yulduzchalarni biz mana bu y1, y2, y3, y4 mana bu o'zgaruvchilarimiz orqali ifodalab olishimiz kerak. Tushunarlimi? O'shalar kombinatsiyasi orqali ifodalab olishimiz kerak. Endi bular hozir qo'shmasi orqali ifodalab olishadi. Endi o'zini topamiz. Tushunarlimi? Endi qarang, bizda hozir bitta sonning qo'shmasi mana qarang. Misol uchun a sonning qo'shmasining qo'shmasi bu a songa teng. Tushunarlimi? A sonning qo'shmasining qo'shmasi o'sha sonning o'ziga teng. Ko'paytmaning qo'shmasi esa o'sha qo'shmalar ko'paytmasiga teng desak bo'ladi. Misol uchun tushuncha bo'lishi o'chirib tashlayman buni. Misol uchun a ko'paygan b ning qo'shmasi desak, a qo'shma ko'paygan b qo'shma desak, mana bu narsa o'rinli. Tushunarlimi? Endi mana shu ifodalardan men foydalanaman. Xo'p, qanday foydalanaman desam, endi qarang. Mana bu tenglikning ikki tomoniga yana bitta qo'shma bersam, bu y1 yulduzchaga teng bo'lib qoladi. y1 yulduzcha teng, bu tomonga ham qo'shma bersam, y3 yulduzcha hosil bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Va yig'indida ham xuddi shunaqa. Ya'ni yig'indilarning qo'shmasi har bir qo'shmalar yig'indisiga teng. Tushunarlimi? Alohida ta'sirlashtirsak bo'ladi. Misol uchun a plus b ning mana bunaqa qo'shmasini biz a ning qo'shmasi plus b ning qo'shmasi deb yozib olsak bo'ladi. Tushunarlimi? Hozir o'shandan foydalanamiz. Endi qaraymiz. Endi qarasak. Mana bu uchun ham umumiy bitta qo'shma foydalanaman va bunga bitta qo'shma foydalanaman. O'shanda mana buning o'zi nima bo'lib qoladi? y2 yulduzcha hosil bo'lib qoladi. Buyimiz teng bo'ladi. Mana bu ikkitasi bizda o'sha o'z holatiga qaytib qolishiga yordam beradi. Qo'shmaning qo'shmasi bu o'ziga teng. Endi bunda men aytdim, har birining, ya'ni yig'indilarning qo'shmasi alohida qo'shmalarga teng. Va har biriga alohida ta'sirlashtirsam, 2 ning qo'shmasi bu 2 ga teng, y1 ning qo'shmasi, ya'ni y1 ning o'ziga teng. Chunki u yerda y1imizda oldida misol uchun qanaqadir i soni yo'q, mavhum soni yo'q. O'shaning uchun uni o'z holatida olib ketaveramiz. Tushunarlimi? Endi mana bunga o'tamiz. Endi qarang, y2 ning yonida mana bu son turibdi. Lekin bu yerda mana i'miz bu mavhum son, o'sha mavhum sonimiz qatnashadi. Buning qo'shmasi, mana buning qo'shmasi va y2 ning qo'shmasi hosil bo'lib qoladi. Buning qo'shmasi mana bu i sonining oldisi qarama-qarshisiga teng bo'ladi. Plus 2 minus i ko'paygan y2 bo'ladi. Tushunarlimi? Mana bu yerda ikkita qo'shma hosil bo'lib qoladi. Mana bunga qo'shma qilganimda mana buning qo'shmasini olamiz. Buning qo'shmasi o'sha mavhum sonning qarama-qarshi ishorasi. Haqiqiy son o'zi turadi, ya'ni ikkimizda oldi o'zgarmaydi. Mana i ning oldi minusga o'zgaradi. Mana 2 ni o'zini ko'chirdim, faqat i ning oldini qarama-qarshi ishora qilib qo'ydim. Mana bu yerda ikkita qo'shma bo'lib qoladi, chunki har biriga ta'sirlashtirganda mana bu yerda ikkita bo'lib qoladi. O'shaning uchun mana bu ikkitasi o'ziga teng. Mana bunaqa holat hosil bo'lib qolaveradi har birida, tushunyapsizmi? Mana ustidan ta'sirlashtirsam. Endi mana bu yerga keladigan bo'lsam, nima bo'lib qoladi? Bu yerda qarang. O'zi i bo'lib turibdi, i ning oldi minusda bo'lib turibdi.
O'sha endi qarama-qarshi qo'shmasini topganimizda minus bo'ladi. Ikkita minus plus berib 2i y3 bo'lib qoladi. Mana endi keyingisi y3 yulduzchani xuddi shunaqa qilib yozaman. y3 yulduzchamiz nimaga teng desak, y3 ni topamiz mana. Bunga ikkita qo'shma bersam bunga bo'lib qoladi va bunga umumiy qo'shma berayotgan bo'lsam, qarang. Har biriga ta'sirlashtiraman. Mana bu yerda i ning oldi i turibdi ma'lum qismi. O'sha hozir minusda turibdi. Qarama-qarshini olsak plus bo'ladi. I y2 plus bu o'zi i yo'q, o'z holatida olaveramiz. Ikkita qo'shma yana o'z holatiga qaytib qoladi. Xuddi shunaqa y4 yulduzchani topadigan bo'lsak, y4 yulduzcha qarasizlar, bu yerda hech qanaqa mavhum son yo'q. Demak, buni qo'shma qilganimda har biriga ta'sirlashgandan keyin bu o'z holatiga kelib qoladi. Mana bu ikkita qo'shma y1 deb beradi. Ishorasi minus bo'lgancha minusda bo'ladi. Buniki plus turibdi plus. Minus y1 plus y4 ko'rinishda bo'lib qolar ekan. Tushunarlimi? Endi biz hozir mana bularni bir-biriga olib, ya'ni y yulduzchalarni y'lar orqali ifodalay olamiz. Tushunarlimi? y1 yulduzchaning koordinatasi mana y3 ga teng ekan. Mana ikkalasi orasidagi bog'liqlik. y2 yulduzchaning orasidagi bog'liqlik, ya'ni y'lar bilan bog'liqligi mana bu ko'rinishda ekan. y3 yulduzchaning orasidagi bog'lanish esa mana bu ko'rinishda ekan. Xuddi shunaqa y4 ni ham mana bunday topib oldik. Endi bizda t operatorimizning qo'shma operatorimizning umumiy ko'rinishi bor. Mana qarang. Mana bu o'rtada ko'paytirib emas, bir-biridan koordinatalarni ajratib turish. Mana bu ko'rinishda edi, to'g'rimi? Mana qarasak, bizning operatorimiz mana bu x1, x2, x3, x4 koordinatasi belgi yozilgan va o'ng tomonda o'shalarni bir-biri bilan kombinatsiyalari orqali ifodalangan qiymatlar, ya'ni ifodalar yozilgan. Xuddi shu qo'shma operatorda mana bular yozildi. Mana bu yerdagi bu o'ng tomonda ham xuddi shunaqa y1, y2, y3 orqali bir-biri bilan ifodalangan kombinatsiyalarni yozib qo'yishimiz kerak. Va o'sha kombinatsiyalarni biz topdik. Mana bu y1 yulduzchaning o'rniga y3 qo'yamiz. y2 yulduzchaning o'rniga mana bu ifodani qo'yib qo'ysak, y3 yulduzchaning o'rniga mana bu ifodani qo'yib qo'ysak, y4 yulduzchaning o'rniga mana bu ifodani qo'yib qo'yadigan bo'lsak, biz mana bu berilgan S4 ni S4 ga akslantiruvchi T operatorimizning qo'shma operatorini topgan hisoblanadi. Tushunarlimi? Mana shu tartibda qo'shma operatorlarimiz topilar ekan. Menda hozir joy siqmaganligi uchun shunchaki men bu koeffitsiyentlarni qayd, ya'ni mana bu shtrixlarni topganimizdan keyin y1 yulduzchani topganimizdan keyin qayerga borib qo'yishimizni aytdim. Mana bu yerlarga olib qo'ysak, biz T operatorimizning qo'shma operatorini topgan hisoblanar ekanmiz. Tushunarlimi? Mana shuni biz T operatorining qo'shma operatori hisoblanar ekan. Va o'sha T yulduzcha orqali ifodalanar ekan. Qarang, men bu yerga qisqacha yozib ketaman, T yulduzcha deymanda teng deb ketaman. Misol uchun qarang, biz bilamizki, fx ni y deb ketamiz. Lekin o'sha y ham x ga bog'liq, to'g'rimi? Mana bu T operatorda mana hozircha qisqa holatida mana bu yerda y1, y2lari bor-da, mana bu yerda. Umumiy holatda men buni y deb qo'yaman-da. O'sha y ning koordinatalari y1, y2, y3, y4 orqali yozilgan holati bor. Joy siqmaganligi uchun shunchaki qisqaroq holatda yozdim. Endi mana buning birinchi koordinatasi y1 yulduzchaning o'rniga y3 qo'yaman. y3. Ikkinchi koordinatasi o'rniga mana bu ifodani qo'yib qo'yaman. 2ta y1 plus 2 minus i y2 plus 2i y3. Mana bu ikkinchi koordinatasi qo'shma operator. Uchinchi koordinatamiz mana bu ekan. Mana qarang. Y orqali ifodalangan bunday ekan. Demak, buni nima yozaman? y3 plus i y2 ekan. Uchinchi koordinata. Va to'rtinchi koordinatasi mana. y4 minus y1. Tushunarlimi? Mana bizda so'ralgan qo'shma operatorimizning ko'rinishini so'ragan edi. Biz o'sha qo'shma operatorni sizlar bilan birgalikda ko'rinishini topdik. Tushunarlimi? Mana shu tartibda qo'shma operatorlarimiz topilar ekan. Va bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Har doim skaler ko'paytma mana shunaqa, ya'ni har doim hammasi bir xil bo'lmaydi. Tushunarlimi? Misol uchun eren fazoda mana bularimiz skaler ko'paytmani aniqlayotganimizda, ya'ni er fazomizda qo'shmasi yo'q. To'g'ridan to'g'ri skaler ko'paytmani aniqlaymiz er fazoda.
Tushunarlimi? Misol uchun x ning koordinatasini y ning har bir koordinataga mos koordinatalarni ko'paytirib qo'shib chiqsak, o'sha yerda skalar ko'paytmani aniqlagan hisoblanadi. Va har bir fazoning o'zining skalar ko'paytmasi bor va o'sha skalar ko'paytmasini biz bilsak, uning ertaga operatorimizning qo'shma operatorini topishda hech qachon qiynalmas ekanmiz. Va bizning bugungi misolimiz shu tartibda ishlanishini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.